O'zbekiston yo'llari uchun o'zlarimizning yo'llari moslashgan. Bu ham shu garantiya, yana arzon berasiz. Undan tashqari ustanovki, balansirovki ishlab 80 ming garantiya beramiz. Balon olib turib 5000 dollarlik chiptani yutib olish mumkin. Yumshoq balon 280 mingga tushib qoladi. 120 ming so'm chopildi. Nida ko'rgansizlar do'stlar, 950 ming so'mga 4 dana yumshoq balon beradi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Vithouse obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Hammaning ishlarini barakasini bersin. Bugun sizlarga aksiyani jillisi bilan tanishtiraman do'stlar. Eng zo'ri, qaynoq, issiqsi yangiliklar bilan tanishtiraman. Xullas bizani eng ayniqsa mashina qiziqadigan podpischilarimiz dim ko'p bilasizlar. Aksiyani zo'r yerine geldim men. Saylon dükanına gelmiz. Saylon dükanında birinchidan qaranglar. Germaniya, Rossiya, Xitoy, Koreya hamma davlatlardan balonlar keladi. Bir yer katta baza deb aytiladi do'stlar. Bu yerda ne tolqa kichkina mashinalar balon, qaranglar yana. Traktor deysizlarmi, Kamaz, Fura, ekskavator, liboy mashina. Bu balonning kattaligini qaranglar. Men bilan deng-ku bu do'stlar. Oho, ko'rdinglarmi? Liboy. Bu g'ana bir samolyot balon topilmasligi mumkin, lekin boshqa liboy texnika balon topib beradilar. Noga desa 20 yillik staj bor do'stlar, 20 yillik. 20 yillik staj degan bu haqiqatdan katta narsa. Men rasmiy kichkina bola ekanman o vaqtimda. Shu daraja katta baza ekanmiz. Bu yerda har turli balonlarni arzon bahoda olasizlar. Bonuslari bor. Sizlarga ustanovkisi, balansirovkisi hamma o'zini ishlab beradi ekan. Hozir ichana girib birim detalni danıştırıp beraman sizlere. Şu videomuza обязательно like basıp en yakın jigarlaringizga tashak qo'yasizlar lekin. Qani ketdik bo'lmasa. Bobur assalomu alaykum. Yaxshimisiz og'a? Omon sog'ana. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. During men sizga bir mikrofon beraman endi. Aksiyani jillilari bilan xudo xolasa hozir bizani Bobur ham danıştıradi. Bizda-ku shu aksiyalarning zo'ri. Xudo xolasa aksiyanın betlari bosdang Bobur. Ben podpischiklarimizga hava balonni aytavering. Bizning podpischilarimiz asosan Murskoy auditoriya. Mashina qiziqadigan og'alarimiz dim ko'p, bizani обязательно kuzatib yuradi. Aslar uchun bizlere kichik mashinalarga nechik aksiyalar bo'lib turibdi. No bonuslar bor. Saylon dükanına kelsa no qulayliklar bor. No'dan o'tadi. Ustanovkisi bormi, bo'lib to'lash bormi, hammasini ostan tushuntirib bersangiz podpischiklarimizga xudo xolasa like'larni qo'yamaydi bizning podpischilar. Aytib o'tganlaringga hammasi bor. Lehkoy balonlardan 950 ming so'mdan boshlanadi. 1 million emas, 950 ming so'mdan 4 dana balonni sotib oladi. 950 ming so'mga 4 dana balon. Nida ko'rgansizlar do'stlar? 950 ming so'mga 4 dana yumshoq balon beradi Saylon dükkanı. Xo'p, yana keyingi aksiyangiz. Keyingi aksiya Nexonda koreyskiy balonda bo'lib turibdi. Nexon kompaniyasi bu Manchester City'ga homiychilik etadi. 2 yildan beri homiy bo'lib keladir. Homiy. Shu munosabati bilan 2026-yil bo'lib o'tadigan Manchester City'da bo'lib o'tadigan futbol o'yinidan 5000 dollarlik chipta bir odamga. Ana. Do'stlar qaranglar, 5000 dollarlik chipta, ya'ni 4 balon olib turib 5000 dollarlik chiptani yutib olish mumkin. U tiket 4 balon olasizlar, 5000 dollarlik bilet sotib oladi. Shunday hadya etiladi. Borib tomosha mazza qilib aylanib kelasizlar sayohatda. Endi u olmadigan insonimiz 1.5 gibi bo'lishi mumkin. Men xohlik dedim, bizning podpischilardan birisi o'tsa, dim zo'r bo'ladi do'stlar. Yana bunda aksiya ham bor ekan, hozir. Aksiyasi ham bor. 10 dollar aksiyasi bor. 120 ming so'm bugungi kunda 650 ming so'm bo'ladigan bo'lsa bir dana balon 530 ming so'm bo'ladi. Ana. 400 ming so'mlik balon 120 ming so'm sotiladi. Klientning ko'zini oldinda. Shunda 280 mingga tushib qoladi. Bir dana balonimiz, yumshoq balon 280 mingga tushib qoladi. 120 ming so'm chopildi. Ana, aksiyani dim zo'ri do'stlar. Aniq loyiqli aksiya bo'l ekan. Xo'p, qarang, bizda endi masalan bir balon oldi, to'g'rimi? Ustanovkisi, balansirovkisi nechik bo'ladi? Hammasi ichida bo'ladi. Hammasi ichida, shuning ichida. O'zlarimiz balansirovka qilib beramiz. 80 ming garantiya beramiz. 80 ming garantiya. 80 ming garantiya yurmasa, biza yurmagan kilometrini pul to'laymiz. Yurmagan uchun. Nima uchun? Yana bir narsasi bor. Bu podpischilar uchun, klientlar uchun. Agarda Prospero balonlarimizdan sotib olsangizlar, shu Prospero baloni bo'ladi. Eng zo'ri 80 mingdan 120 minggacha bu yurib beradi. 80 mingdan 120 minggacha yurib beradi ekan. Yurib beradi.
Agarda shu balon endi yo'lda har xil noxush va vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Chaptirib, yirtilib yo bir narsa kesib qo'ysam, siza aybingiz bilan bo'lsam, biza shu balon uchun pul to'laymiz. Ana do'stlar. bilan bo'lsam. Mabodo yo'lda ketib qotir, biridan chopsa katta g'altinga tushib, ya'ni buni siz to'lab berasiz. To'lab beraman. Ana do'stlar, gördinglarmi? Saylon do'konining qulayliklari nerida desanglar, shu yerda bo'ladi. O'zlaringizda ayblaringiz bo'lsa ham biza to'lab beramiz shu narsani. Xo'p, keyingi aksiyamiz. Gapimizga javob bo'lish uchun kamerani yaqinlashtir. Bu yerda yozib qo'yibdi. O'zbekiston yo'llari uchun maxsus. Yine do'stlar, gördingizlarmi? O'zbekiston yo'llari uchun o'zlarimizning yo'llari moslashgan. G'altin bo'lami, chuqaloq bo'lami, kella tasatib beraverasizlar. Endi yana bir narsasini ko'rsatacakman. Bu yerda yozib qo'yibdi. 80 mingdan 120 minggacha. Balonni o'zida yozib qo'yibdi. 80 mingdan 120 ming kilometr degan do'stlar, ishonaveringlar, bir odam kamida 4 yil, 5 yilda deydi 120 ming kilometrini. Endi haydab tashlaydilar, haydash mumkin, lekin bir balonni 3-4 yillab qo'yib yurish degan narsa. Keyingi aksiyangiz bor, bro. Keyingi aksiya Sa 200 tashshuni razmerida. Shu brendda, shu brendda, Shu balonga 100 ming so'm skidkamiz bor. 100 ming so'm skidkamiz bor do'stlar, ya'ni 500 ming so'mlik balon bo'ladigan bo'lsa, razmerini qarab 400 mingdan oladi, 400 ming so'mdan 100 ming so'm skidki bor do'stlar. Balon sistemasida biz ham o'zlarimiz ham bir marta aralashganmiz, lekin o'zi 50 ming so'mdan ko'p qo'yilmaydi ekan. Bobramlar endi bular avvaldan 20 yillik staj bor dedingiz, 22 yillik staj bor. Shundan keyin bular katta dilerstvo, ya'ni katta baza yaratganlar. Shuning uchun 100 ming so'mlab aksiya berish, ya'ni 4 balonda 400 ming so'm aksiya beradilar do'stlar. Qaranglar, eng arzon zo'r yeri bo'lib turibdi. Bu ham shu garantiya. Bu ham shu garantiya, yana arzon berasiz. Undan tashqari ustanovki, balansirovki, ishlar, podarkisi ham bor. Bonus ham bor do'stlar, ko'rdinglar-ku. Keyin bizda katta mashinalar ham balonlar bor ekan, Rossiya, Xitoy, Turetskiy, Germanskiy balonlarimiz ham bor. Furalar uchun Isuzu farqi yo'q. Farqi yo'q. Yerda yuradigan texnika bo'lsa bor. Bo'ldi, tamam. Yurib turgan texnika. Yerda yuradigan texnika bo'lsa, hammasidan balon topiladi. KAMAZ, Chakman masalan, ko'pchilik zil, ekskavator masalan, kumda yuradigan mashinalar ham bo'lsa ham farqi yo'q, tamam. Diskalarimiz, akkumulyatorlar ham bor. Hamma razmer. O'zi nedan boshlab, kichkina Tikodan boshlab furacha bor. Furacha bor. Xullas do'stlar, ko'rganlaringizdek, Saylon do'konida katta assortimentda Liboy turdagi balonlarni topishlaringiz mumkin. Balon temasi bo'yicha muammo bo'lmaydi do'stlar. Kelasizlar shu yerdan arzon bahoda, sifatli, eng ishonchlisi, ustanovkisi, garantiyasini olsanglar, bundan ortiq nima kerak do'stlar? Bu g'ani shu videoga like bosasizlar, jigarlara, og'in-o'g'illara обязательно tashak qo'yinglar. Toza masalan, toza mashinasi bor, o'zini balondan hisoblab olasiz aytmasang, o'zini balonni hisoblab, toza bo'sh balonni hisoblab olamiz. Ham ya arzon bahoda, ya yer o'rib emas, yurib turgan. Bahoda hisoblab olinadi, lekin zato yaxshi, yumshoq, bo'sh balon berasiz. Gördingizlar-ku do'stlar, mabodo bizda bir kun haydab ko'radi, yoqmasa almashtirib berish imkoniyatlari ham bor. Gördinglarmi do'stlar? Bir kun haydab ko'rasizlar, mabodo balon ko'ngillaringizga yoqmasa, kelasizlar, undan ham yaxshi, ya'ni boshqa mamlakatning balonini xarid etsanglar ham bo'laveradi. Germanskiy deysizlarmi, Xitoyniki, Rossiyaniki, hammasidan bor. O'zlaringiz informatsiya bilib kelib, ishi baloncha so'm desangizlar ham eng arzon yer ekanini javob beramiz, xudo xolasa. To'g'rimi, bro? Yana bir podpischiklaringga zo'r narsa aytayin. Masalan, kimdir bugun balon yetmaydi, balon yorilib qoldi. 2 kun yo 1 oydan keyin balon olacak. Bizda shunday imkoniyatimiz bor. Ko'na balon bo'lsa, endi u hadya etamiz. Keladi, beramiz. Liboy razmerda balonimiz bor. Ko'na balonlarda. Hatto 1 haftadan keyin balon olamiz, 10 kundan keyin balon, biz shu ko'na balonlarni hadya etamiz, beramiz. Kimga zarur bo'lsa, kelib turib ko'na eski balonlarimiz bor. Beramiz, hadya etamiz shular. Eshitdinglar-ku do'stlar, mabodo srochniy balon kerak bo'lsa, qo'yish kerak bo'ldi, bugun yurmaydi desanglar, bizning skladlarda balonlar bor ekan, olib chiqib berasiz, qo'yib yuradi, keyin pul bo'lganda kelib yangisini olib ketsanglar bo'ladi. Arg'ini shundaylar beradi, qo'yib yurishlaringiz uchun. Hadya. Ko'rib olsangiz mumkin. Ana do'stlar. Xullas, ko'rganlaringizdek,
aksiyanın zorları, eng mazalları Saylon dükanında vardı. Peste telefon nömrələrini koyamız. Karanglar. WhatsApp, Telegram, liboy nərsədən cavab verəmiz. Instagram'dan. Telefon eti bemalal narx navalarını sorasanlar ham bu arada yazsanlar atvetan verəmiz. Diski deyilən, balon deyilən, o nərsələrdən muamma bo'lmaydi dostlar. Getirgan vaqtlarinizga rozi bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa keyingi aksiyalarni ham qo'yib beramiz. Hali aksiyalar ko'p edi. Videomuz cho'zilmasin deb shu yerda to'xtatamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, sizlarni kutib qolamiz.